Süt aqsillarni iste'mol qilsa bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Ayollar homiladorlik mezgilida aqsil kalsiy to'liqlashga muhtoj bo'ladi ekan. Hozir diyorimizda Oriflame markaliq mahsulotlarni ishlatsa ishonchlik musulmonlar e'tirof qilgan deb tashviq qilinyotidi. Bu markadagi aqsil to'liqlaydigan mahsulotlarning tarkibida laktalbumin, ya'ni süt aqsili bor ekan. Buni iste'mol qilsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga va ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Oldi bilan shuni eskartib qo'yish kerakki, Oriflame shirkati 1967-yili Shvetsiyada girim buyumlari, teri asrash va yemak-ichmak mahsulotlari sohasida bevosita setish asosida tijorat qilib o'tirg'a chiqqan bo'lib, u Noskin, Amway qatorliq minglagan shaxoltib setish shirkatlarining biri. Bir necha yil ilgari Fatvolar majmuasi 1-tomida Amway va shuningga o'xshagan shirkatlarning a'zo bo'lib piramidsaman yoki shaxoltib yoki bevosita setish savdo usuli haqida harom deb fatvo berilgan edi. Islom dunyosida tanilgan ixtisosshunos fiqhiylar, shunaqla ba'zi fatvo organlari bilan Islom fiqhi akademiyalarimi bevosita setish, to'g'risimon setish, piramidsaman setish va shaxoltib setish degandek nomlar bilan atilayotgan bu xil savdoni bir xil noma'lumlik, boshqalarning hisobiga boy bo'lish, mavhumlik va qimor shakllanish, savdo-setiq tabiatiga savdo-setiqning yo'lga qo'yilish hikmatiga zid kelish jihatdan saxtipazlik, aldamchilik deb qaragan va bu turlik muomalalarni kishilarning mol-mulkini nohaq yavilishning bir turi. Bu islom shariati ko'zlagan maqsad nishonlariga mos kelmaydi. Chunki bu xildagi tijoratda maqsad tovar sotib olishla emas deb muayyanlashtirgan. Shunlashqa bu xil a'zolik savdoga kirmaslik, kirganlar darhol chekinib chiqishi va tavba qilishi lozim. Oriflame shirkatining mahsulotlari ishonchlikmi? Bunisi menga noma'lum. Lekin tarkibida harom modda borligi isbotlanmasa, mahsulot o'zi halol. Süt aqsili laktalbumin odatda kala sutini pishloqqa aylantirish jarayonida uyg'on sutdan ayirib olingan sut shirnisi suyuqligi bo'lib, bu suyuqlik safligi yuqori, so'mirilishi tez. Aqsil o'sish va kasalga taqobil turishga munosabatlik turli hormon va enzimlarni o'z ichiga olg'achqa, muskul kuchaytirish va yadashni maqsad qilgan tantarbiyachilar, tomoqdan parhez tutganlar va diabet kasallariga foydali bo'lib qolmasdan, balki umuman kasallarning oldini olg'uchi va to'liqlovchi davo sifatida tan salomatlik uchun intayin foydali deb qaraladi ekan. Bu jihatdan kishilar uningdan foydalanib kelmoqda. Shu qatorda homildorlarga aqsil to'liqlash va harakatdan keyingi harg'inlikni tugutish jihatdan foydali bo'lsa kerak. Süt aqsili odatda parashok, tabletka va boshqa shaklda ishlanib sotilmoqda. Bu süt aqsili odatda kala sutidan yoki qo'y o'chki sutlaridan ayirib olingan bo'lg'achqa, uni iste'mol qilsa bo'ladi. Bu jihatdan uning tarkibida masala yo'q. Faqatla cho'chqa sutidan ishlangan bo'lsa, ondan tarkibiy jihatdan harom bo'ladi. Halol sutdan ayirib olingan taqdirdami, Oriflame shirkatining bevosita savdo qilish usuli harom. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 87-nomerlik fatvo.